Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Xo'p, juda ko'pchilik tanigan Changan BMWni yana bir qisqacha obzorni qilib ketamiz, chunki mashinamizni eng oxirgi partiyalarni sotuvda turibdi. Nalijida e-shot spravkada eng qizig'i. Kelasiz, yarim soatda mashinani nomingizga olib chiqib ketasiz. Bemalol buni siz naqdga, peritsinaga, avtokreditga qilib olsangiz ham bo'laveradi. Boshlang'ich 25% to'lov bilan chiqaveradi. Videoni oxirigacha ko'rib tursiz, mashinamizni poni narxlarini aytib o'tamiz. Mashinamiz hozirgi kunda aytganimizdek narxida tayyor. Bu mashina to'liq zaryad bilan 300 kilometr masofani bosib o'tadi. Qish kunida ham 250, eng kami taksilar, shahar ichida taksi qilganda ham hech qanday yoqib 200 kilometrgacha yurib berdi. Ana 3 yildan beri sotuvda bo'lsa, xudo xolasa, hali biror marta sharmanda qilib bergani yo'q. Doim o'zini oqlab kelayotgan mashinalardan bittasi. Bemalol agar siz mingan bo'lsangiz yo tanishingiz mingan bo'lsa, pastdagi kommentariyalarga mashina haqida o'zingiz fikringizni bemalol yozib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, bu mashinaning ko'rinishini juda ko'pchilik ko'rgan. Zaryadka portlari bu yerda. Faralarni ham neobычный qilib ishlagan. Dizayni haqiqatda shahar ichiga juda chiroyli qilib ishlagan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Balonlari. Buni eng yutuq taraflaridan yana bittasi ходовой sistemasi. Ходовой aytayapman, Cobalt-dan ham yumshoqroq bu. Bemalol kelib tezroq qilib ko'rsalaring ham bo'ladi. Haqiqatda yumshoqligi o'ta yumshoq. Shahar ichiga mazza mashina. Rasxoti ham endi aytayapman o'ta kam. 300 kilometr 30 kilovat bo'lsa buni batareykasi 32 kilovat. Hop, uyda eng qimmat 900 so'mdan hisoblaganingizda ham 27 mingga to'ladi-da. 27 mingga bemalol siz 300 kilometr masofa bossangiz bo'ladi. Buni ya'ni kuniga 100 kilometr yursangiz 7 ming 8 mingga aylanadi rasxotingiz. Yog'ini alishtirib boshqa ishlari yo'q buni. Bemalol 10 mingda radiatorda yog' alishtirib 1 litr yog' ketadi. Hech qancha rasxot bo'lmaydi. Ishlari ham ancha keng. Endi orqa taraflarni bitta ko'rsatsa, ko'pchilik o'sha endi Spark'ga ham o'xshatadi. O'sha elektro Spark deb qo'ysa ham bo'laveradi. Changan BMWning o'zi nimasi? Faralarni ham ularni neobычный qilib ishlagan. Orqada parkironiklari. Eng asosiysi, mana Spark yozsangiz ham, Matiz yozsangiz ham bagaj yo'q bo'lib qoladi. Chunki gaz qo'yiladi bizda. Bunda gaz qo'ymaysiz, bagaj ham sizga o'ziga qoladi. Mana 3 kilovat zaryadchiklari, hamma yo'lari o'zi tayyor turibdi. Xo'p. Shundan tashqari salonini ham qisqacha ko'rsatib ketamiz. Qismiga o'tiradigan bo'lsak, mana bemalol moslashib o'tirsak. Xo'p, aynalar elektronika, avtomatik qulflash sistemasi, rullar hammasi elektronika bo'ladi. Endi bunda bitta kalit, bitta pult bo'ladi. Bemalol qulflab ochaverasiz. Monitorlari bu yerda faqat o'sha radio endi ishlaydi. Konditsionerlari ham moshina ishlaydi, mashinani elektromobillarda hammasini silang, konditsioner ham pechkasi ham zo'r ishlaydi. Xo'p, bu yerda o'zini kichkinagina bari bor, elektron ruchnoy, skorstlari, hattoki sport rejimigacha bor. Avtomat korobka. Ayollar ham minamansa ham zo'r mashina, ixchamgina, qulay. Ichlari ham keng, mana mashina o'zimga moslab, sizga orqa tarafini ham ko'rsatib beraman. Hop, bu yer hamma yoq tarpedalari plastik bo'ladi. Mana buncha akroprint ishlangan. Bu ham plastmasani o'sha chiroyli qilib ishlashgan. Hop, sidinlar materialda, lekin ranglarini juda chiroyli ishlangan. O'ziga tortadi. Mana oldini jildirmasdan o'zimizga moslab beramiz. Orqasi ham mana ancha keng, bemalol xotirjam o'tiribman. Hop, o'rtada ham uchish ketaveradi. Bu yerda domsoqlari yo'q. Mashinada nima kerakli nima narsalari bo'lsa hamma yo'g'i bor. Minishga mazza mashina. Bemalol shahar ichi maza qilib minsangiz bo'laveradi. Xo'p. Buni endi ko'pchilik aytganimizdek ma'lumotlarni biladi. Agar endi o'sha to'lovlari, narxlari bo'yicha gaplashib o'tamiz va qisqagina o'sha buni test drive'ni ham qo'yib ketamiz hozir video davomida. Do'stlar, mana mashinani test drive'ni ham qilyapmiz. Ходовойлari borki, Cobalt-dan ham yumshoqdi. Bemalol kelib minib ko'rsalar ham bo'ladi. Razgom endi benzinli mashinadan bir 5x baland. Elektromobil minganlar biladi, razgom o'ta kuchli bo'ladi. Endi u 100 dan keyin qolib ketishi mumkin, atak razgomda o'ta tez mashina. Yurishlari lekin shahar ichi va shu manyovrlarga mazza mashina. Mashinamizda o'sha eng qizig'i narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda mashinamiz Nalichida avtosalonda turibdi. Narxi $13,000. Bular shot spravkada bo'ladi. Aytganimizda buni siz bemalol naqdga ham, peritsinaga ham
через bank qilib boshlang'ich 25% to'lov bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Где-то 4 ming ketadi. Oylik to'lovlari bo'lsa 1 yildan 5 yilgacha bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz hisoblab beraveramiz. Grafiklari ham bor, tashlab beramiz. Albatta China Motorsda qoling. China Motors xalq tanlovi.